minglab oilalarni birlashtirgan mahalla azal-azaldan qadriyatlar beshigi sanalgan. Farzandlarning axloq odobli, vatanga sadoqatli bo'lib ulg'ayishlarda vatan ichra vatan mahallalarning o'rni beqiyos. Albatta tinchlik, osoyishtalik, o'zaro ahil-inoqlik ustuvor joyda yuksalish, taraqqiyot bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganimiz, bugun Namangan viloyatida 754 ta mahalla bo'lsa, yangicha tizim 7lik, xususan profilaktika inspektorlari faoliyat olib bormoqda. Hamidullo Yoqubjonov Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tizimida faoliyat olib borayotgan, kasbining mas'uliyatini chin dildan his qilgan yosh soha xodimlaridan biri sanaladi. Albatta uning ham har bir yangi kunda pokiza niyati, faoliyatga doir rejalarining bo'lishi tabiiy. Darvoqe, u ayni paytda Namangan tumanidagi Ibrat mahallasi profilaktika inspektori. Erta tongdan ishga kelar ekanman, doimo yaxshi niyat qilaman. Yangi rejalar tuzaman. Har birining zamirida fuqarolarni, oilalarni yaqindan o'rganish orqali ularning muammolariga yechim topishga, qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. To'g'risi ularni rahmatini, roziligini eshitganda kasbga bo'lgan qiziqishim yanada ortadi. Keyingi 7-8 yil ichidagi islohotlar, yangilanishlar mahalla instituti faoliyatini ham yangi bosqichga ko'tardi. Hamjihatlikdagi rejali ishlar bugun o'z samarasini bermoqda. Tumanda 50 ta mahalla mavjud. Shuningdek, 610 ta xonadon bor. 7lik har bir oilaga kirib borayotgani, fuqarolar muammolari hal etilayotgani, o'z o'rnida tashabbuslari qo'llab-quvvatlanayotgani o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Albatta bunday natijalarda tashabbuskor, tinib tinchimas hudud profilaktika inspektori Hamidullo Yoqubjonovning alohida o'rni bor. Oilalarimiz tinchligi, mahallamiz tinchligi, jamiyat taraqqiyotida juda muhim rol o'ynaydi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan mahallalarda 7lik faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu biz mahalla reislari uchun, mahallaning taraqqiyoti, xalqining farovonligi uchun jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olishda juda katta samara beryapti. Biz o'zimizning mahallamiz misolida gapiradigan bo'lsam, o'tgan yil yakuni va yil boshida biz qizil toifada edik jinoyatchilik bo'yicha. Profilaktika inspektorimiz hamda 7lik bir odam bosh chiqarib mehnat qilganimiz tufayli har bir oilaga kirib borganimiz, muammolarni o'rnida hal qilganimiz bois joriy yil yakuniga yashil toifaga o'tdik. Mahalla 7ligi faoliyati haqida gapiradigan bo'lsam, profilaktika inspektorimiz haqida bir alohida to'xtalmoqchiman. Profilaktika inspektorimiz yosh, shijoatli, g'ayratli, kun-u tun mehnat qilib, hozirgi kungacha juda ijobiy natijalarga erishdi. O'z kasbiga sodiq, mas'uliyatni o'ta his qiladi. Mana shu profilaktika inspektorimizni mehnati evaziga mahallamizda 10 dan ortiq nizoli oilalar yarashib, hozirda tinch totuv hayot kechirishyapti. Mahalla raisi ta'kidlaganidek, hamjihatlikdagi faoliyat davomida hudud profilaktika inspektori eng avvalo har bir xonadondagi vaziyatni chuqur o'rganishga harakat qiladi. Fuqarolar bilan samimiy, dildan muloqot qurish davomida ularning qalbiga yo'l topib, og'riqli jihatlar, muammolarga yechim topishga intiladi. Fathulla Mirtazoyev shu mahallada istiqomat qiluvchi fuqarolardan biri. Bugun u hayotida yangi sahifani boshladi. Buning uchun hudud profilaktika inspektoridan minnatdor. Mahallamizdagi profilaktika inspektorimiz haftada 2 marta, 3 marta kelgan holatlari ham bo'ldi-da. Kelib holimdan havola olib, bunaqa qilma deb har xil yo'llarga yaxshi ishlar bilan tushuntirib, yaxshi davolandim. Hozir holatimni yaxshi o'rniga qo'yib, yaxshi hayot kechiryapmiz. Sog'lig'im ham yaxshi, hamma yo'q yaxshi, bir tekisa chiroyli. Mayda nabiralarni o'ynatib, kelinlar bor, qizlarim bor, o'g'illarim bor. Xonadonimda issiqxona qildim. 3 marta hosil olyapmiz bir yilda. Men bu gapirishdan maqsadim inspektorimiz tavsiyasi bilan yangi tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchiman. O'zimning rejalarim bo'yicha ularga aytdim, hammasini gapirib, o'zlari hozir ham
havolab turibdilar. Mahallada 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar 40%ni tashkil etadi. 7lik hamjihatlikdagi faoliyati davomida ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tishini ta'minlash, sport sog'lomlashtirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratgan. Xususan mahalla profilaktika inspektori ish faoliyati davomida xonadonma-xonadon yurib, yoshlarni qaysi sport turiga qiziqishini o'rgandi. Shu asosda ularni 5 tashabbus olimpiadasi doirasida izchil o'tkazilayotgan musobaqalarga jalb qilgani ertangi kun egalarini hayotda o'z yo'li, o'z o'rnini topishda katta ahamiyat kasb etmoqda. O'tgan yilgi e'tirofga arzirli yutuqlardan biri tashabbusli byudjet loyihasi doirasida mahalla futbol stadioni yutib olingani bu boradagi ishlar samaradorligini oshirdi. Shu mahallamizda ham bolalar uchun zamonaviy sport maydoni yutib olindi. Hozirgi kunda yoshlarimiz tomonidan voleybol, basketbol va mini futbol sport turlari tashkil qilingan. Shu joyda bolalar mashg'ulot o'tkazishyapti. Bu yoshlarimiz 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi musobaqalarda faxrli tuman, viloyat bosqichlarida faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Yoshlar yetakchisi bilan hamkorlikda shu mahallamizda yoshlar o'rtasida jinoyatga yo'l qo'yilmadi. Profilaktika inspektori Yangi O'zbekistonda sohaga berilayotgan e'tibor, tizimda yaratilayotgan sharoitlardan mamnun. Shu bois ham doimo zimmasidagi mas'uliyatni his qilib, namuna ko'rsatishga intiladi. Bizi tizimda ishlab o'tgan ustozlarimiz bilan suhbatlashganimizda avval tizimda ishlash birmuncha qiyin bo'lgan. Qulay sharoitlar yaratilmagan, bunaqangi keng, yorug' xonalarda xizmat olib borilmagan. Hozir prezidentimiz tomonidan ichki ishlar tizimiga, shu sohadagi xodimlarga juda katta e'tibor qaratilyapti. Umuman olganda moddiy texnik baza mustahkamlandi. Axborotlar raqamlashtirildi. Misol uchun men profilaktika inspektori sifatida o'z faoliyatimdan olib qaraydigan bo'lsak, fuqarolar bilan ishlash tizimida qog'ozbozlik ishlari birmuncha ko'p bo'lgan. Hozir har bir murojaatimiz elektron tizim orqali bizning planshetimizga yo'naltiriladi. Planshet orqali biz fuqaro bilan raqamlari, hamma ma'lumotlari tushadi. Shu ular bilan bog'lanish, ularni topish imkoni osonlashdi. Ortiqcha vaqt sarflanmaydi. Men faoliyat olib borayotgan Ibrat mahallasida 3150 nafar aholi bo'lsa, har bittasini aholi ro'yxati bor. Shularning ro'yxatlari integratsiya orqali bazamizga yo'naltirilgan. Yil yakunlanib boryapti. Yil davomida amalga oshirilgan ishlarimiz 2024-yil oxirida men faoliyat olib borayotgan Ibrat mahallasi qizil toifaga kiritilgan bo'lib, yil yakuni bo'yicha yashil toifaga o'tdik. Mahallani huquqbuzarlik va jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirdik. Mana bugun mamlakatimizda inson qadri tamoyili asosida biz fuqarolar bilan faqat ularni jazolash bilan emas, ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirish, hayotda o'z o'rniga ega bo'lish uchun mahalliy yettiligi bilan hamkorlikda ishsiz bo'lgan, bandligi ta'minlanmagan xotin-qizlarimiz o'z ish o'rniga ega bo'ldi. Yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida workout sport maydonchasi qurildi. 19 ta 100 dan tanib oluvchi eng so'nggi kameralar, nomer aniqlaydigan kamera, har bitta mahallamizni kirish-chiqish joylariga zamonaviy kameralar o'rnatilib, xavfsiz hududga aylantirildi. Qo'riqlash bo'limi tashvish signallari o'rnatildi. Asosiy maqsadimiz prezidentimiz tegishli qarorlar ijrosini ta'minlash, mahallamizni obod, jinoyatdan xoli hududga aylantirish. Profilaktika inspektori bilan suhbatlashsangiz, biz oilalar mustahkamligi, umuman hududdagi osoyishtalikni ta'minlashda eng avvalo o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak dedi. Shu bois ham uning umr yo'ldoshining bu boradagi mulohazalariga qiziqdik. Chunki oila mustahkamligida er va xotin munosabatlari bir-birini tushunib yashashi juda katta ahamiyatga ega. Ko'rsatuvni tasvirga olish jarayonida profilaktika inspektorining turmush o'rtog'i ishlayotgan tuman markaziy tibbiyot birlashmasida ham bo'ldik. Bizni qiziqtirgan savollarga javob oldik. Men ichki ishlar xodimining rafiqasi bo'lganimdan xursandman. Bundan faxrlanaman. Bir-birimizni tushunib yashab kelmoqdamiz. Biz tumandagi yosh oilalardan birimiz. Turmush o'rtog'im farzandlariga ham tarbiyasida, bilim olishida qattiq e'tibor beradilar. Biz bir-birimizni doimo tushunib yashaymiz. Hattoki ishlari taqozosi bilan ham tunu kun ishlashlariga to'g'ri keladi. Men ularni har qanday sharoitda qo'llab-quvvatlayman va tushunaman.
To'g'risi tumandagi eng namunali oila bo'lishga harakat qilamiz. Soha fidoyilarini ulug'lovchi qo'shiq qo'yib bersalaring xursand bo'lardim. Albatta, osoyishtalik posbonlarining faoliyati davomida erishayotgan yutuqlarda, xotirjam kunu tun ishlashlarda xonadonlarimiz fayzi ko'rki bo'lgan ayolning o'rni, mehri, sadoqatining ahamiyati katta. Shunday ekan, istaklarni albatta inobatga olamiz. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tizimida vatan osoyishtaligi, yurtdoshlar xotirjamligi yo'lida kasbiga sadoqat bilan faoliyat olib borayotgan soha fidoyilari doimo omon bo'ling.